Assalomu alaykum. Bugun juda ham xursandchilik kun. Xolam o'g'il uylantiryaptilar. To'yga chiroyli bo'lib borib, muhtaram pamma oldilariga bordim. Makiyajimni faqat ularga ishona oldim, lekin o'zim xohlaganimdek qilib berdilar. To'yxonaga ham yetib oldik. Hamma bilan ko'rishib, birinchi qilgan ishimiz rasm videolarga tushish bo'ldi. To'yxonani qaranglar chiroyliligini. Bu to'yxonaga birinchi marta kelishim, lekin bu to'yxona juda ham yoqdi. Onajonim bilan rasm videolarga ham tushib oldik va ko'rib turgan videolarni turmush o'rtog'imga jo'natib yubordim. Menimcha hamma ayollarimizda bu holat bo'lsa kerak. To'yni chiroyli udumlar bilan boshlab oldik. Raqqosalar, doirachilar, karnaychilar to'yi ko'rkiga ko'rk qo'shdi. Boshlovchilar bo'lsa, bugungi kun sohiblarini to'yxonaga ham taklif qilishdi. Bularni ko'rib o'zimni to'yim esimga tushib ketdi. Boshlanish marosimi juda ham chiroyli tarzda boshlandi va hamma raqsga tushib ketdi. Onajonimni qaranglar, juda ham chiroyli bo'lib ketganlar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, baxtimga omon bo'lsinlar. Chiroyli dasturxon atrofida hamma qarindoshlar mazza qilib gaplashib o'tirdik. Xolalarimning qizlari, kenaylarim, kelin-kuyov qaranglar asalligini. Ilohim boshlanayotgan hayotligi chiroyli oilaga to'la bo'lsin, baxtli, taxtli bo'lishsin. Shirindan shakar farzandlarni ota-onasi bo'lib yurishsin. Xolamga ham kelinlar muborak bo'lsin. Doimo ona boladek bo'lib yurishsin. Niyat qilgan har bitta insonga nasib qilsin.